Jobir akalar salom ichidan pashshani yo'qotish yo'lini aytinglar iltimos sizlardan. Ashta ikkita pashsha uchib yuribdi. Na usha bo'ladi, na o'ltirib bo'ladi bular. Kommentda javob lifehacklar bor. 120 yuringda birdaniga to'g'ri bering, laboyidagi urilib bo'ladi. Gaz zapravkaga kirganda tushtiringlar deb aldab tashab qoching qo'ydi. Topsalari menga ham aytinglar, ko'z oldimda ikkitasi zino qilyapti. Shu ham bo'ydoq meni azoblayapti. Aka kamar taqib qo'ying, uchmasdan jim ketadi. Gay chiqdi deb qo'rqitdingmi? Aka pashshalarga 50 grammdan berib adashtirib tashab keting. Brat ham ish tashab pashshalar ollaymi? Brat o'zini tashab pashshalar haydab ketsa-chi. 3 minut bo'ldi. Yetadi. Ko'rdinglarmi? 3 minut kulaman men. Sizlar bor yo'g'i 1 minut 20 sekundini ko'rasizlar. Yana majburlab kulmaydi hech kim necha. Tugadi. Endi qotib qoldi internetimda bo'lish. Bo'ldi. Hamma aytgancha